Kreditbank hamkorligida Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani Halqobod MFI'da 5082 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda fasol ekini ekilgan. Umumiy yer maydoni 16 gektarni tashkil etadi. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Ekinlarni yetishtirish muddati 120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 34 ta dehqon xo'jaliklarini biriktirgan. Har bir dehqon xo'jaliklari uchun o'rtacha 31 sotix yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Mutyan Agrofaiz ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektar yer maydonidan o'rtacha 2 tonna 800, jami 30 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonlarini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadini oshirish niyatidamiz.